do'stlar, kuxnyamiz remont jarayoni. Mana oynani tagiga montali batareyka qo'yib ketdi. Bu yerda sanuzul, polni teplый pol. Mana bu yoqda PVX panel yopishtiramiz. Sanuzul va teplый polni bu yerga qo'yib ketamiz. Eshik orqasiga eshiklarimizni ustanovka qilib qo'ydik. Bog'onlarni shkaturka qilib rodbinda mana PVX panel yopishtiramiz. Bu yoqda polni laminat bo'ladi. Bu yerda kuxonniy uгологimiz joylashadi, mebel. Patolog 330. 4 ta led qo'yib qo'ydi. Ikkalasi отдельно yonadi. Bu yoqda koridorga led. Bu yoqda kichkinagina sanuzulcha.